Men hijoma o'qishga keluvdim, lekin adashmanman. Juda ham yaxshi ustoz ekanlar. Ham ilm tomonidan, ham bilim tomonidan juda ham yetuk bilimlari juda ham kuchli ekan. Men o'qib bugun tamomladim darsimni, sertifikatlarni oldim. O'qiganimga, pulimga, vaqtimga minnatli roziman. Matluba opada o'qishni qolganlarga ham tavsiya qilaman. Bir oy mobaynida Neuromed klinikasida Matluba opamni qo'llarida hijoma zuluk muolajasini qilishni o'rgandim. Hammanglarga tavsiya qilaman o'qishinglarni. Juda ham yaxshi ustozimiz Matluba opaga minnatdorchilik bildiraman. Matluba opada o'qidingiz. Matluba opani kurslari sizga yoqdimi? Amaliy mashg'ulotlar bo'ldimi? Bo'ldi. Har kuni amaliy mashg'ulot qildik. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Qilaman. Men misol uchun kasbim emas, kasbimdan tashqari boshqa kasb bo'lib turib ham kelib o'qidim. Matluba opada o'qidim hijoma kursida. O'zi birinchi bo'lib hijomani o'zim olib ko'rdim. Olganimda menga shu narsa yoqib qoldi. Keyin Matluba opani eshitib keldim. Taassurotlarim juda ham yaxshi. Juda ham og'ir bosiq, shunaqa yaxshi o'tdilarki, o'zim medikman. Qoniqarli, hamma tomonlama yaxshi. Hech qanaqasi yo'q, samimiy.